Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugun sizlar bilan 5-mavzuyimiz, ya'ni genealogiya mavzusini o'tamiz. Demak, oldingi darslarimizda aytganimizdek, genealogiya bu asosiy shajaralarni o'rganuvchi fan tarmog'i sanaladiki, bunda bugun sizlar bilan aynan genealogiyani shakllanish tarixi haqida, urug' va oilalarni o'rganishda nasl-nasabni o'rni, hukmdorlarning nasl-nasab haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladigan genealogik tahlil usullari haqida gaplashib o'tamiz. Ho'p, demak, genealogiyani ahamiyati nima uchun kerak yoki buni nima uchun o'rganiladi deydigan bo'lsak, tarixiy nuqtai nazardan agar oladigan bo'lsa ham, tarixda masalan qadimgi Misrda ham fir'avnlar o'z sulolalarini saqlab qolish, ya'ni qonun tozaligini saqlab qolish uchun asosan o'z qon qarindoshlariga uylanganligi, hattoki ko'pchilik fir'avnlarda mana shuni ketidan demak majruh bo'lib qolish darajasigacha kelganligi haqidagi ma'lumotlarga ko'zimiz tushadi. Yo bo'lmasa aynan genealogik nuqtai nazardan kelib chiqishini faqatgina o'zimizda ham, ya'ni Morin Nahr hududida ham Amir Temur, masalan, Amir Temurning o'zi ham hech qachon hukmdor sifatida taxtga o'tira olmaganligi ham genealogik nuqtai nazardan uni shajarasi Chingiziylar qoniga borib taqalmaganligi uchun ham, demak, u hech qachon hukmdor bo'la olmaganligi masalasi ko'zga tashlanadiki, shu nuqtai nazardan aynan genealogiya tarixda ham muhim omillardan biri vazifasini o'tagan. Hop, bu biz uchun nimaga kerak deydigan bo'lsak, birinchi navbatda albatta har bir inson o'zini qaysi suloladan kelib chiqqanligini yoki kimlarga borib taqalishini, odatda masalan bilamizki, aholi orasida siz qaysi suloladansiz, masalan bizda 92 bovli o'zbek yurti deyiladiki, o'zbeklarni ham masalan Mang'it, Kenagaz kabi demak urug'lari borki, mana shu urug'ga qarab surishtiruvchi insonlar mavjud bo'ladi va go'yoki mana shu narsa bilan ular azaldan demak surishtirib yurganligini bildirib o'tishadi. Yoki ikkinchi tomondan aynan mana shu urug'lari orqali o'zini urug'doshlarini topish yoki oilalarini aniqlash, masalan begona odamlar bir-biri bilan ko'rishgan paytda ham qaysi oilaga tegishli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qaysidir ma'noda jiyani yoki kimdir qon qarindosh bo'lishi mumkinki, bu narsa ham ularda mana shu genealogiyani bilish orqali muhim omil sanaladigan bo'lsa, uchinchi masala aynan bilamizki, ko'pchilik banklarda yoki qadimgi davrda hukmdorlar vafot etgan payt yoki boshqa holatlarda uni meroslarini berish masalasi yoki merosini saqlash masalasini yoki masalan o'sha Shvetsariyadagi banklarda kimdir mablag' qoldirib u vafot etadigan bo'lsa, uni shu egasiga yetkazish uchun ham albatta mana shu genealogik nuqtai nazardan tahlil olib boriladiki, bu narsa uni mana shu munosib bo'lgan eng yaqin qarindoshiga yetkazishga harakat qilinadi. Endi shu nuqtai nazardan aytganimizda qadimgi Misrda ham albatta fir'avnlar nasl nasablarini yozib borishganki, bu narsa ularni mana shu sulolani davomchilari sifatida o'sha fir'avn bo'ladigan darajagacha shaxslarni ro'yxatdan tuzishga sabab bo'ladigan bo'lsa, qadimgi Rimda ham masalan patritsiylar o'z oilalarini nasablarini saqlashga harakat qilgan bo'lsa, qadimgi Yunonistonda esa aynan o'sha ma'lum bir oilalar tarixi shakllantirilganki, bu oilalar ham demak mana shu oilani turi bilan, ya'ni shu oilaga mos oila bilan kelajakda masalan oila qurishi mumkinligi yoki birgalikda faoliyat olib borishi mumkinligi haqidagi demak ma'lumotlarni jam qilishi mumkin bo'lgan. Masalan qadimgi demak Hindistonga ham qaraydigan bo'lsak, ularda asosan chakralarga qarab ham ajratish holatidan ko'zga tashlanadi, ya'ni ularda brahmanlar yoki kshatriylar, shudralar, chandallar kabi demak toifalarga ajratiladigan turlarga qarab o'sha toifani boshqa toifaga kerak bo'lsa o'sha genealogik nuqtai nazardan ham qiz bermasligi yoki qiz olmasligi kabi holatlar ko'zga tashlanadiki, shu nuqtai nazardan qadimiy davrga borib taqaladigan bu fan tarmog'imiz aynan oilalar tarixini, jamiyatlar va xalqlar tarixini tadqiq qilishga e'tibor qaratadigan omil sanaladi. O'rta asrlarda ham albatta qirollik oilalari bilamizki, masalan filmlarda ham ko'rganmiz, tarix kitoblarida ham o'qiganmizki, o'z oilalarini nasl nasabini saqlash uchun kerak bo'lsa mana shu hamkorlik nuqtai nazardan qiz olish yoki qiz berish masalasi yoki qaysidir hukmdorga masalan qizini sovg'a qilish yo bo'lmasa
qadimgi Sharqda ham yoki G'arb davlatlarida ham qizini masalan o'sha hukmdorga tortiq qilish kabi narsalar ko'zga tashlanadiki, go'yoki o'sha uni farzandi keyinchalik o'sha genealogik nuqtai nazardan taxtga da'vogar bo'lishi mumkinligi masalasi ham ko'zga tashlanadi. Yo bo'lmasa mana Muhammad Xorazmshohga masalan o'zimizda nazar tashlaydigan bo'lsak, Jaloliddin Manguberdining taxt vorisi qilinishiga demak Turkan xotunni qarshi bo'lishi eng asosiy sabablardan bittasi uni onasini shajarasi hisoblanganligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu nuqtai nazardan albatta genealogik tadqiqotlar mana shunga o'xshash masalalarni tadqiq etadi. Albatta bunday oilalarda har birida o'zini oilaviy ramzlari, ya'ni gerblari bo'lganki, ba'zi hollarda esa mana shu oilalarga berilgan ma'lum bir unvonlar yoki ma'lum bir demak tortiq etilgan yerlar ularni mana shu avlodlarga ham nasldan nasabga o'tadigan bo'lishi uchun ham genealogik nuqtai nazardan tadqiqot olib borish muhim omil sanalgan. Hop, qadimgi davrlarda aynan Misr, Mesopotamiya, Xitoy kabi sivilizatsiyalarda ham dastlabki namunalar mavjud bo'lgan bo'lsa, o'rta asrlarga kelib ham, hattoki bugungi davrga kelib ham bu narsa davom etyaptiki, ayrim insonlar yoki ayrim oilalar o'zlarini oilalarini tarixlarini yoritishga harakat qilib, mana shunday demak shajaraviy kitoblar yaratish jarayonlari yo bo'lmasa ba'zi bir insonlarni masalan maqollarini ko'rib qolamizki, Boburiylarni avlod davomchisi sifatida yoki Amir Olimxonni oilasini davomchisi sifatidagi insonlar haqidagi maqolalarga ko'zimiz tushadi. Aynan mana shu insonlar o'sha o'zlarini azaldan shajaralarni yozib borib, ya'ni qaysi avloddan keyin qaysi avlod kelganligini yozib boradiki, o'zimizda ham odatda o'zbek xalqida ham 7 avlodini bilish muhim bir omillardan biri ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Renessans davrida ham albatta, ya'ni uyg'onish davrida ham 14-17 hamda 18-asrlarni o'z ichiga olgan bir davrda genealogik nuqtai nazardan tadqiqotlar olib borish juda ham qiziqiladi, chunki bu davrda qirollik oilalari masalasi, taxt masalasi muhim omil bo'lganligi uchun ham bunday masalalarni jamlaydigan maxsus arxivlar yaratilgan ediki, 19-asrga kelgandan keyin endilikda bu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar ham olib borila boshladi va natijada 20-asrga kelgandan keyin endilikda bu sohada genetik tadqiqotlar ham amalga oshirish demak yo'lga qo'yila boshladi. Bugungi kunda bilamizki, aynan genealogik nuqtai nazardan aniqlashda DNK testlari kabi narsalar ham borki, bundan tashqari har bir inson demak tug'ilishi bilanoq davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytda bu o'z navbatida mana shu oilani shajarasi shakllanishiga sabab bo'ladiki, endilikda insonlar masalan arxivlarga borib tarixiy hujjatlarni o'rganish emas, shunchaki elektron resurslar orqali ham o'z oilasini shajarasini aniqlash darajasiga keladi. Endi ikkinchi tomondan oladigan bo'lsak, albatta bu genealogik tadqiqotlarni olib borilishi ba'zi bir sohalarda, masalan ba'zi bir hukmdorlarni yoki ba'zi bir sulolalarni tarixini o'rganishda ham katta bir arxiv materiallarni o'rganishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan mana shu tadqiqotlar olib borilish natijasida ko'pchilik insonlar o'z oilasi haqida chuqurroq ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin bo'ladi. Bugungi kunda hattoki bu yo'nalishda maxsus faoliyat demak olib boradigan tarmoqlar ham yaratilganki, ularda aynan mana shu o'zingizni kiritadigan ma'lumotingiz orqali siz bilan bog'liq bo'lgan shajaralaringizni aniqlab beradigan yoki shu oila bilan bog'liq qanaqadir an'analar yoki urf-odatlarni ko'rsatadigan maxsus platformalar ham yaratilganki, bunda agarda mana shu narsa bilan bog'liq demak har qanaqa mojaro kelib chiqadigan bo'lsa, buni albatta DNK testlari orqali yoki mana shunday elektron platformalar orqali ham aniqlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Endi ikkinchi nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, albatta bugungi kunda arxiv ma'lumotlari bilan birgalikda kutubxonalarda saqlanayotgan ayrim genealogik tadqiqotlar kuzatish orqali ham biz mana shunday genealogik tadqiqotlarga asos bo'luvchi ma'lumotlar manbalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, demak xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, bu resurslarni, bu demak genealogik tadqiqotlarni olib borilishi har bir sulolani o'z sulolasini yanada
demak, chuqurroq o'rganishga yoki uni sulolasi kimlarga borib taqalishini bilish haqidagi ma'lumotlarni aniqlash orqali yanada o'z oilasi haqida chuqurroq ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin bo'ladi. Buguncha demak ma'ruzamizni yakunlaymiz. Demak, mavzuyimizni davomi bilan keyingi darslarimizda tanishib boramiz. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha.